Diqqat, xalq, tezkor xabar. 11 ta hududda kuchli shamol va chang to'zon bo'ladi. O'zgidromet. Bugun 4-avgust kuni O'zbekistonning ayrim hududlarida, jumladan Toshkent shahrida kuchli shamol va ba'zi joylarda chang to'zonlar kuzatilishi mumkin. Bu haqda O'zgidromet xabar bermoqda. Ma'lum qilinishicha, kunduzda Qoraqalpog'iston Respublikasi, Buxoro, Navoiy, Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo, Qashqadaryo, Surxondaryo, Farg'ona viloyatlari va tog'li hududlarning ba'zi joylarida shamol tezligi 13-18 metr sekundgacha kuchayadi. Ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatilishi mumkin. Poytaxtda shamol tezligi 12-15 metr sekundgacha kuchayishi, ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatilishi mumkin. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 4-7 kunlari kutilayotgan yomg'irlar sababli respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkinligi haqida xabar berilgan edi. Kommunal va tibbiyot tizimi mulozimlari pora olayotgan paytida ushlandi. Andijon suv ta'minoti rahbari 8500 AQSh dollari bilan, Qashqadaryo viloyatida esa tibbiyot sohasidan mansabdor shaxs 3000 AQSh dollari pora bilan qo'lga tushdi. Bu haqda Davlat xavfsizligi xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, Andijon suv ta'minoti Ajning viloyat tumanlaridan biridagi filiali boshlig'i o'z xizmat mavqeyidan foydalangan holda mansabdor tanishlari orqali 1983-yilda tug'ilgan fuqaroning yangi qurilgan xonadoniga oqova suv tarmog'ini tortish uchun ruxsat olish va kanalizatsiya nasosi o'rnatishda yordam berish evaziga 8,5 ming AQSh dollar talab qilgan. Davlat xavfsizligi xizmati Bosh prokuratura huzuridagi departament va ichki ishlar organlari hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbirda ushbu mansabdor so'ralgan pul mablag'ini 3-shaxs orqali olgan vaqtida qo'lga olingan. Shuningdek, yana bir holatda Qashqadaryo viloyati OITSga qarshi kurashish markazining tumanlaridan biridagi OIF diagnostika laboratoriyasi laboranti 1996-yilda tug'ilgan fuqaroga nisbatan tayinlangan ekspertiza xulosasini mansabdor tanishlari orqali uning foydasiga ijobiy hal qilib berish evaziga 3000 AQSh dollari olgan vaqtida Davlat xavfsizligi xizmati va Bosh prokuratura huzuridagi departament xodimlari tomonidan ashyoviy dalillar bilan ushlangan. So'ngra tezkor tadbir davom ettirilib, laborantdan 2,5 ming AQSh dollarini olgan vaqtida Respublika sud tibbiy ekspertiza ilmiy amaliy markazining tuman bo'limi boshlig'i ham qo'lga olingan. Bildirilishicha, hozirda har ikki holat yuzasidan qonunbuzarlarga nisbatan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Eslatib o'tamiz, avvalroq Farg'ona viloyatida soxta ma'lumotlar bilan byudjetdan qariyb 12 milliard 900 million so'mlik subsidiya ajratilgani aniqlangan edi. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarimiz shulardan iborat edi. O'zingiz va o'zgalar hayotiga befarq bo'lmang. Xayr, salomat bo'ling.